15-dekabrdan 15-yanvargacha vatanparvarlik oyligi bo'lib o'tyapti. Shu bilan universitetimizda bugungi kunda har kuni bu oylikka bag'ishlanib turli xil tadbirlar o'tkazilyapti. Ushbu tadbirda bugun biz qatnashdik. Bugun harbiy ta'lim fakulteti tomonidan, talabalar tomonidan katta tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda turli xil chiqishlar, turli xil kurashlar ko'rsatildi. Biz bu tadbirlarni katta qiziqish bilan tomosha qildik va o'zimizda katta vatanparvarlik hissini ham uyg'otdik deb ayta olaman. Yurtdoshlarimizda, vatandoshlarimizni ushbu bayram bilan hamda harbiy ta'lim fakultetini ham alohida tabriklab qolaman.